Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, aziz nafaqaxo'rlar va ularning yaqinlari. Bugun sizning diqqatingizni bir o'ta muhim va shoshilinch masalaga qaratmoqchiman. Hozirda hukumatimiz tomonidan pensiya yoshidagi fuqarolarimizga, ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamga berilishi mumkin bo'lgan qo'shimcha to'lovlar mavjud. Ammo bu imkoniyatdan foydalanish uchun sizda juda oz vaqt qoldi. Aprel oyi oxirigacha tegishli joylarga murojaat qilmasangiz, bu bebaho imkoniyatni butunlay boy berishingiz mumkin. Bu shunchaki bir ogohlantirish emas, balki aniq bir muddat bilan cheklangan. Sizning oilaviy byudjetingizga sezilarli yordam beradigan real yordam dasturi haqida gap ketyapti. Shu sababli iltimos videoning biror joyini o'tkazib yubormasdan oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirda ekranda ko'rayotganingizdek, ushbu ma'lumot hayotiy ahamiyatga ega. Agar kanalimizga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Sizning har bir like'ingiz va obunangiz bu ma'lumotning ko'proq odamga yetib borishiga yordam beradi. Zero ko'plab nafaqaxo'rlarimiz bu imkoniyatdan bexabar qolishi mumkin. Shoshiling, vaqt juda oz. Endi keling, muammoning mohiyatiga chuqurroq kirib boraylik. Oldinlari qo'shimcha to'lovlar, ya'ni nafaqaga ustama yoki turli ijtimoiy yordam pullari ko'pincha ma'lum bir doimiy mezonlar asosida, masalan, yoshga doir, mehnat stajiga doir, nogironlikka doir yoki muayyan kategoriyadagi fuqarolarga, masalan, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etuvchilar avtomatik tarzda tayinlangan. Ba'zi hollarda albatta ariza berish talab qilinardi. Ammo bu arizalar uchun odatda aniq bir qat'iy muddat belgilanmasdi. Ya'ni agar siz ma'lum bir toifaga kirib hujjatlaringizni topshirsangiz, ular ko'rib chiqilib, pul tayinlanardi. Muddat o'tkazib yuborildi degan tushuncha juda kam uchraydigan holat edi. Asosan fuqarolar pensiya jamg'armasi bo'limlariga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilib, o'z huquqlarini amalga oshirar edilar. Jarayon biroz cho'zilishi mumkin edi, lekin muddat o'tdi. Endi bo'lmaydi degan gap deyarli yo'q edi. Ammo vaziyat endi tubdan o'zgardi. Mamlakatimizda iqtisodiy islohotlar davrida aholining turmush darajasini yaxshilash va inflyatsiya ta'sirini kamaytirish maqsadida yaqinda Prezidentimizning maxsus farmoni yoki Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilindi. Bu shartli ravishda aytilmoqda. Ammo siz bu haqiqiy deb tasavvur qiling. Ushbu hujjatga binoan pensiya yoshidagi fuqarolarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning yangi maqsadli dasturi ishga tushirildi. Bu dastur doirasida ijtimoiy himoya qo'shimcha to'lovi deb nomlangan. Bir martalik yoki ma'lum muddatga mo'ljallangan, lekin katta ehtimol bilan doimiy bo'lib qoladigan yangi turdagi nafaqa joriy etildi. Eng muhimi shundaki, ushbu yangi to'lovni olish uchun siz shaxsan murojaat qilishingiz shart va bu murojaat uchun aniq bir muddat belgilangan, aprel oyi oxirgi kuniga qadar. Siz eshitganingizdek, aprel oyining so'nggi sanasi. Bu muddatdan keyin taqdim etilgan arizalar umuman ko'rib chiqilmasligi yoki bu dasturga qabul qilish shartlari keskin o'zgarishi mumkin. Bu choraning sababi shuki, hukumat dastlabki bosqichda aynan qaysi nafaqaxo'rlarimiz eng ko'p yordamga muhtojligini aniqlash va byudjetni shunga mos ravishda taqsimlash uchun aniq ma'lumot to'plashni maqsad qilgan. Shuningdek, bu harakat dasturining tezkor va samarali ishga tushishini ta'minlashga qaratilgan. Shu sababli iltimos, ushbu ma'lumotga jiddiy e'tibor bering va kechiktirmasdan harakat qiling. Keling, endi bu ijtimoiy himoya qo'shimcha to'lovi haqida batafsilroq gaplashsak, bu nima o'zi, kimga beriladi va kimga berilmaydi? Bu to'lov yuqorida aytib o'tganimdek, ijtimoiy himoyaga muhtoj pensiya yoshidagi fuqarolarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Uning miqdori turli omillarga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, yashash sharoiti, oilaning ahvoli, o'rtacha oylik daromad va boshqalar. Odatda bu 200 ming so'mdan 500 ming so'mgacha bo'lgan qo'shimcha oylik to'lov bo'lishi mumkin. Ammo aniq miqdor har bir holatda individual ravishda ko'rib chiqiladi. Xo'sh, kimlar bu to'lov haqida tashvishlanishi va murojaat qilishi kerak? Biri, o'z umumiy oylik daromadi ma'lum bir chegaradan past bo'lgan nafaqaxo'rlar. Agar sizning nafaqangiz va boshqa barcha daromadlaringiz agar bo'lsa, yig'indisi mamlakatda belgilangan minimal iste'mol xarajatlari miqdoridan deylik 21 barobar past bo'lsa, masalan, minimal pensiya miqdoridan 5 barobar kam daromad oladigan fuqarolarimiz, bu mezon eng asosiy hisoblanadi va ijtimoiy yordamning asosini tashkil etadi. Ikkinchisi, yolg'iz yashaydigan nafaqaxo'rlar. Agar siz yolg'iz yashayotgan bo'lsangiz va sizga g'amxo'rlik qiladigan yaqin qarindoshlaringiz, farzandlar, turmush o'rtog'i
yo'q bo'lsa yoki ular sizga doimiy yordam bera olmaydigan holatda bo'lsa, masalan, uzoqda yashasa, o'zi ham moddiy qiyinchilikda bo'lsa yoki nogironligi bo'lsa, bu holat ayniqsa chuqur o'rganiladi va ko'pincha mahalla faollari tomonidan tasdiqlanishi talab qilinadi. 3. Nogironligi bo'lgan nafaqaxo'rlar. Agar sizda tasdiqlangan nogironlik guruhi mavjud bo'lsa, ayniqsa birinchi yoki ikkinchi guruh nogironligi bo'lsa, bu sizga ushbu to'lovni olish uchun qo'shimcha imkoniyat yaratadi. Nogironlik nafaqasi bilan birga bu to'lovni ham olishingiz mumkin. Qaramog'ida oila a'zolari bo'lgan nafaqaxo'rlar. Agar sizning qaramog'ingizda voyaga yetmagan nabiralar, nogironligi bo'lgan farzandlar yoki boshqa mehnatga layoqatsiz oila a'zolari bo'lsa, bu sizning ijtimoiy muhtojligingizni oshiradi va sizga bu to'lovni olish huquqini berishi mumkin. 5. Muayyan sohalarda uzoq muddat ishlagan, ammo pensiyasi kam bo'lgan nafaqaxo'rlar. Masalan, qishloq xo'jaligida, ayniqsa paxtachilik, chorvachilik kabi sohalarda uzoq yillar xizmat qilgan. Lekin pensiya tizimidagi ayrim o'zgarishlar tufayli pensiyasi nisbatan kamayib ketgan fuqarolarimiz ham bu to'lovga murojaat qilishlari mumkin. Bu kabi holatlarda ularning mehnat staji va sohasiga ham e'tibor beriladi. Keling, bu yerda bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik, toki vaziyat yanada tushunarli bo'lsin. Birinchi misol. Oybek ota yoshi yetib Bejida. U Buxoro viloyatining Olot tumanida yashaydi. Uning rafiqasi vafot etgan. Farzandlari Rossiyada ishlashadi, ammo ular ham o'z oilalari bilan moddiy qiyinchiliklarni boshdan kechirishadi. Shu sababli otaga muntazam yordam bera olishmaydi. Oybek otaning oylik nafaqasi 1.200.000 so'm. Oylik kommunal to'lovlar, dori-darmon xarajatlari va oziq-ovqat narxlari o'sishi tufayli bu pul ota uchun yetarli emas. Oybek ota yolg'iz yashaydi. Uy-joy sharoiti ham unchalik yaxshi emas. Uning umumiy oylik daromadi belgilangan minimal chegaradan past bo'lganligi va yolg'iz yashashi sababli u ijtimoiy himoya qo'shimcha to'lovini olish uchun eng maqbul nomzodlardan biridir. Agar u aprel oxirigacha murojaat qilsa, har oy nafaqasiga qo'shimcha 300-400 ming so'm olishi mumkin. Bu uning kundalik ehtiyojlarini qondirishda juda katta yordam bo'ladi. Ikkinchi misol. Mavjuda ona, yoshi 68 da. Farg'ona shahridan. Uning turmush o'rtog'i ham vaqtliroq vafot etgan. Mavjuda onaning yagona farzandi bor, ammo u farzandi tug'ma nogironligi tufayli birinchi guruh nogironi hisoblanadi va doimiy parvarishga muhtoj. Farzandi mehnatga layoqatsiz bo'lgani uchun mavjuda ona uni qaramog'ida boqadi. Onaning oylik nafaqasi 1.500.000 so'm. Unga farzandining dori-darmonlari, parvarishi uchun doimiy xarajatlar kerak bo'ladi. Uning oilaviy ahvoli, qaramog'ida nogiron farzandining borligi va daromadi nisbatan kamligi uni ushbu to'lovga murojaat qilish huquqini beradi. Mavjuda ona ham aprel oxirigacha hujjat topshirib, o'z oilasiga qo'shimcha moddiy yordam olish imkoniyatiga ega. Uchinchi misol. Rustam aka yoshi 7 da. U Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida yashaydi. Rustam aka sobiq kolxozchi, butun umri davomida qariyb 4 yil paxta dalalarida ishlagan. Uning mehnat staji juda katta. Ammo o'z vaqtida pensiya fondiga hisoblangan ajratmalar nisbatan kam bo'lganligi tufayli uning oylik pensiyasi atiga 1.300.000 so'mni tashkil etadi. Uning xotini ham nafaqaxo'r, biroq u ham oz miqdorda pensiya oladi. Rustam akaning uy-joy sharoiti eski, ta'mirga muhtoj. Uning bolalari o'z oilalari bilan yashaydi, ularning ham o'z qiyinchiliklari bor. Shu sababli Rustam aka ham ijtimoiy himoyaga muhtoj hisoblanadi. Uning uzoq yillik mehnati va hozirgi kam daromadi hisobga olinib, u ham bu qo'shimcha to'lovni olishga haqli. Faqat aprel oyining oxirigacha hujjatlarni to'g'ri topshirishi kerak. Xo'sh, kimlar bu to'lov haqida tashvishlanishi shart emas. Ya'ni kimlar ehtimol bu dasturga to'g'ri kelmaydi. İlk daromadi yuqori bo'lgan nafaqaxo'rlar. Agar sizning oylik daromadingiz nafaqa va boshqa manbalardan belgilangan minimal iste'mol xarajatlaridan ancha yuqori bo'lsa, masalan, minimal pensiyaning ehirobod 3 baravaridan oshsa, siz ehtimol bu to'lovga ehtiyoj sezmaysiz va unga loyiq emassiz. Asos moliya jihatdan barqaror, katta mulkka ega bo'lgan nafaqaxo'rlar. Garchi bu holatni aniqlash murakkab bo'lsa-da, agar sizning nomingizda bir nechta ko'chmas mulk, qimmatbaho avtomobillar bo'lsa va bank hisobingizda sezilarli mablag'lar mavjud bo'lsa, siz ijtimoiy himoyaga muhtoj hisoblanmaysiz. 3. Boshqa yuqori miqdordagi maqsadli ijtimoiy imtiyozlar oluvchilar. Agar siz allaqachon boshqa maxsus davlat dasturlari orqali yuqori miqdordagi nafaqalar, imtiyozlar yoki subsidiya olsangiz, bu qo'shimcha to'lov sizga berilmasligi mumkin.
Chunki siz allaqachon yetarli darajada qo'llab-quvvatlanasiz. Masalan, Farhod aka yoshi 65 da usulsobik yuqori lavozimli amaldor Toshkent shahrida yashaydi. Uning oylik nafaqasi 1 million so'm. Uning farzandlari chet elda ishlaydi va muntazam ravishda unga katta miqdorda pul yordami yuborib turishadi. Farhod aka qulay sharoitlarga ega keng uyda yashaydi. 2 ta avtomobili bor. Uning moddiy ahvoli mustahkam va har qanday ijtimoiy himoya chorasiga ehtiyoj sezmaydi. Shu sababli uning bu yangi ijtimoiy himoya qo'shimcha to'loviga murojaat qilishi shart emas va u bunga loyiq emas. Endi esa bu qoidalar, istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar haqida batafsilroq to'xtalib o'taylik. Chunki bu eng muhim qism. Ko'pincha aynan shu narsalar tufayli fuqarolarimiz o'z huquqlaridan to'liq foydalana olmaydilar. Achtish, istisnolar. Daromad chegarasi. Garchi yuqorida minimal daromad chegarasi haqida gapirgan bo'lsam ham, ba'zi istisnolar bo'lishi mumkin. Masalan, agar sizning daromadingiz belgilangan chegaradan biroz yuqori bo'lsa ham, lekin siz faxriy unvoniga ega bo'lsangiz, masalan, O'zbekiston qahramoni, mehnat faxriysi yoki juda og'ir davolanishi qimmat turadigan kasallik bilan og'riyotgan bo'lsangiz va bu kasallik boshqa davlat imtiyozlari bilan qoplanmasa, sizning holatingiz individual ravishda ko'rib chiqilib, ushbu to'lovni olish huquqingiz tasdiqlanishi mumkin. Bu holatlarda insonparvarlik tamoyili birinchi o'ringa chiqishi mumkin, yolg'izlik holati. Asrish yolg'iz yashaydigan nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha yordam berilishi ko'rsatilgan edi. Ammo agar sizning yaqin qarindoshingiz, masalan, farzandingiz yaqin yashasada, lekin uning o'zi ham nogiron bo'lsa, og'ir kasallikka chalingan bo'lsa, yoki moddiy jihatdan sizga yordam berishga mutlaqo qodir bo'lmasa, siz ham yolg'iz yashovchi nafaqaxo'r sifatida ko'rib chiqilishingiz mumkin. Bu holatda mahalla fuqarolar yig'ini va ijtimoiy xizmat xodimlari sizning vaziyatingizni chuqur o'rganib chiqadilar. Ashish, tuzoqlar va e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar. Hujjatlarning to'liqsizligi eng katta muammo shu. Birgina hujjatning yo'qligi yoki noto'g'ri taqdim etilishi arizangizning rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar bitta hujjat yo'q bo'lsa, uni yig'ishga sarflangan vaqt tugab, muddatdan kechikib qolishingiz xavfi bor. Shuning uchun hujjatlar ro'yxatini juda diqqat bilan o'rganing va har birini to'liq tayyorlang. Noto'g'ri ma'lumotlar. Ariza shaklida yoki taqdim etilgan hujjatlarda bir ma'lumotning rasmiy ma'lumotlar bilan nomuvofiqligi arizangizning rad etilishiga olib kelishi mumkin. Masalan, daromad haqida noto'g'ri ma'lumot berish yoki yashash joyi haqida nomuvofiqlik. Har bir ma'lumotni 2 marta tekshiring. Arizani kech topshirish bu videoning asosiy ogohlantirishi. Aprel oyining oxirgi kuni, bu oxirgi muddat. Pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markaziga borganingizda navbat uzun bo'lishi, hujjatlaringizda kamchilik chiqishi va ularni to'g'rilashga vaqt yetmay qolishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha tezroq, hozirroq harakatni boshlang. Ertaga deb qoldirmang, chunki ertaga balki kech bo'lishi mumkin. Bu muddatdan keyin taqdim etilgan arizalar hech qanday istisnosiz qabul qilinmasligi ehtimoli juda yuqori. Mezonlarni noto'g'ri tushunish, ba'zi nafaqaxo'rlar o'zlarini loyiq deb hisoblab murojaat qilishadi. Ammo aslida ular belgilangan mezonlarga to'g'ri kelmaydi. Aksincha, ba'zilar esa o'zlarini loyiq emas deb o'ylab murojaat qilishmaydi, holbuki ular to'liq huquqli bo'lishadi. Shuning uchun mezonlarni diqqat bilan o'rganing va agar shubhangiz bo'lsa, pensiya jamg'armasi xodimlari bilan maslahatlashing. Noaniq va e'tibor talab qiladigan jihatlar to'lovning shartli ekanligi ba'zi hollarda. Ayniqsa yolg'iz yashayotgan keksa fuqarolarning ahvolini aniqlash uchun ijtimoiy xizmat xodimlari tomonidan uyga tashrif buyurilib, yashash sharoitlari o'rganilishi mumkin. Bu jarayon zarur va to'lovni tayinlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Boshqa imtiyozlarga ta'siri. Ko'pchilik agar bu to'lovni olsam, boshqa imtiyozlarim bekor bo'lmaydimi deb tashvishlanadi. Odatda ijtimoiy himoya qo'shimcha to'lovi mavjud pensiya va imtiyozlarga qo'shimcha tarzda beriladi. Ya'ni u boshqa to'lovlarni bekor qilmaydi yoki kamaytirmaydi. Bu shunchaki ijtimoiy yordamni kengaytirish chorasi. Biroq shunda ham murojaat qilishdan oldin pensiya jamg'armasi xodimidan bu masalani aniqlashtirib olish zarar qilmaydi. To'lov miqdorining o'zgaruvchanligi. To'lovning aniq miqdori har bir holatda individual ravishda belgilanadi va sizning ijtimoiy iqtisodiy ahvolingizga, qaramog'ingizdagi shaxslar soniga, nogironlik darajasiga va boshqa omillarga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun sizga aynan qancha miqdor tayinlanishini oldindan taxmin qilish qiyin.
Ammo bu albatta sizning moddiy ahvolingizni yaxshilashga xizmat qiladi. Astos muddatni o'tkazib yuborishning oqibatlari. Agar siz uzrli sababga ko'ra, masalan, og'ir kasallik, shifoxonada yotish muddatni o'tkazib yuborsangizchi afsuski. Bu kabi aniq muddatli dasturlar uchun odatda murojaatni qayta tiklash jarayoni juda murakkab yoki umuman mavjud bo'lmaydi. Bu esa videoning boshidan beri aytayotgan shoshilinchlikni yana bir bor tasdiqlaydi. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu to'lovni olish uchun siz nima qilishingiz kerak? Qanday harakatlar ketma-ketligini bajarishingiz lozim? Amaliy maslahatlar, sizning harakatlar rejasi. Murojaat qilishga loyiqligingizni tekshiring. Yuqorida keltirilgan mezonlarni eslang. Umumiy daromad chegarasi, yolg'iz yashash holati, nogironlik qaramog'ida oila a'zolarining borligi, muayyan sohalarda uzoq muddatli mehnat staji. O'zingizni ushbu mezonlarga qanchalik mos kelishingizni aniq baholang. Agar kamida bitta mezon sizga to'g'ri kelsa, keyingi bosqichga o'ting. Shuningdek, mahallaning ijtimoiy xizmat xodimlari yoki mutaxassislardan maslahat olishingiz ham mumkin. Ular dastlabki tushuntirishlarni berishlari shart. Askiga zarur hujjatlarni to'plang. Bu eng ko'p vaqt talab qiladigan jarayon bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunga hozirroq kirishing. Quyida sizga kerak bo'ladigan hujjatlar ro'yxati keltirilgan. Ehtiyotkorlik bilan har birini tayyorlang. Astar shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport, asli va nusxasi. Agar pasportingiz yangi ID karta bilan almashtirilgan bo'lsa, ID kartaning asli va nusxasi kerak bo'ladi. Pensiya guvohnomasi, asli va nusxasi. Bu sizning pensiya oluvchi ekanligingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Bank hisob varag'i ma'lumotlari, bu to'lov sizning bank kartangizga o'tkaziladi. Shuning uchun plastik kartangizning raqami, uning olid-xonali va bank shaxsiy hisob raqamingizni aniqlab oling. Agar bank kartangiz bo'lmasa, uni ochishingiz kerak bo'ladi. Astos daromadlar haqida ma'lumot agar talab qilinsa. Astos pensiya fondi sizning pensiya miqdoringiz haqida ma'lumotga ega bo'ladi. Ammo agar siz pensiyadan tashqari boshqa manbalardan ham daromad olsangiz, masalan, ijara puli, qo'shimcha ishdan daromad, ularni tasdiqlovchi hujjatlar ham talab qilinishi mumkin. Oldindan bu haqda pensiya jamg'armasidan so'rab oling. Astik maxsus sharoitlarni tasdiqlovchi hujjatlar, astik nogironlik guvohnomasi agar sizda nogironlik bo'lsa, uning asli va nusxasi. Astik qaramog'idagi shaxslarning hujjatlari. Agar sizning qaramog'ingizda voyaga yetmagan nabiralar yoki nogiron farzandlar bo'lsa, ularning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari. Nogironlik guvohnomalari agar mavjud bo'lsa va ular sizning qaramog'ingizda ekanligini tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, mahalla ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Oilaviy ahvolni tasdiqlovchi hujjatlar. Agar siz yolg'iz yashasangiz, turmush o'rtog'ingizning vafot etganligi haqidagi guvohnomasi, nikoh bekor qilinganligi haqidagi guvohnoma agar mavjud bo'lsa va mahalladan yolg'iz yashashingizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma, yashash joyi bo'yicha ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Mehnat daftarchasi agar talab qilinsa. Ayniqsa, muayyan sohalardagi uzoq muddatli mehnat staji uchun hech qayerga murojaat qilish kerak? Sizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limlariga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishingiz kerak. Hozirgi kunda davlat xizmatlari markazlari ko'plab davlat xizmatlarini yagona darcha tamoyili asosida amalga oshirmoqda. Shu jumladan ijtimoiy to'lovlarni tayinlash bilan bog'liq arizalarni qabul qilishadi. Ikkala muassasada ham xizmat ko'rsatuvchi xodimlar sizga yordam berishadi. Qaysi biri sizga qulayroq bo'lsa, o'sha yerga murojaat qiling. Biroq shuni esda tutingki, ayniqsa muddat tugashiga yaqin qolgan kunlarda navbatlar juda uzun bo'lishi mumkin. Arizani to'g'ri rasmiylashtiring. Pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markaziga bo'lganingizda, ular sizga maxsus ariza shaklini berishadi. Bu shaxsni to'ldirishda albatta barcha ma'lumotlarni to'g'ri, aniq va to'liq kiriting. Hech qanday ma'lumotni yashirmang yoki uni to'g'ri ko'rsatmang. Agar biron bir joyini tushunmasangiz, xizmat ko'rsatuvchi xodimdan yordam so'rang. Ular sizga albatta ko'maklashadi. Arizangizni topshirganingizdan so'ng, uning ro'yxatdan o'tkazilganligini tasdiqlovchi kvitansiya yoki ariza nusxasiga maxsus shtamp bostirib oling. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tushunmovchiliklarning oldini olishga yordam beradi. Arizangizning qabul qilingan sanasi muhim, chunki bu sizning muddatga rioya qilganingizni isbotlaydi. 5. Faol bo'ling va muddatni kechiktirmang. Eng muhimi shu. Bu ishni keyinga qoldirmang. Bugun boshlang, hujjatlarni yig'ishga kirishing. Pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishdan oldin telefon
orqali ish vaqtlari va zarur hujjatlar ro'yxatini yana bir bor aniqlashtirib olishingiz mumkin. Bu sizning vaqtingizni tejaydi. Aprel oyining so'nggi kunlari eng tig'iz bo'ladi. Shuning uchun imkon qadar oldinroq harakat qiling. Hurmatli tomoshabinlar, aziz nafaqaxo'rlar, bugungi videomizda sizga ijtimoiy himoya qo'shimcha to'lovi haqida juda muhim va shoshilinch ma'lumotlarni berishga harakat qildim. Esingizda bo'lsin, aprel oyining oxiriga qadar murojaat qilishingiz shart. Aks holda bu imkoniyatni butunlay boyib berishingiz mumkin. Bu sizning oilaviy byudjetingizga sezilarli darajada yordam beradigan real pul. Bu videoni nafaqat o'zingiz ko'ring, balki tanish-bilishlaringiz, qo'shnilaringiz, do'stlaringiz, qarindoshlaringiz va ayniqsa nafaqaxo'r bo'lgan yaqinlaringiz bilan ham baham ko'ring. Ehtimol ular ham bu ma'lumotdan bexabar yurgan bo'lishlari mumkin. Birgina sizning baham ko'rishingiz kimningdir hayotini biroz bo'lsam yaxshilashi mumkin. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Ushbu to'lovlar haqida nima deb o'ylaysiz? Yoki siz allaqachon murojaat qildingizmi? Agar murojaat qilgan bo'lsangiz, jarayon qanday kechdi, qanday qiyinchiliklarga duch keldingiz yoki qanday yengilliklarga erishdingiz? O'z tajribangizni va mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning har bir izohingiz boshqa nafaqaxo'rlarga foydali bo'lishi mumkin. Va albatta, kanalga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizning jamoamiz uchun katta motivatsiya va ushbu muhim ma'lumotni yana ko'proq insonga yetkazishga yordam beradi. Keyingi foydali va muhim videolarda yana ko'rishguncha xayr. O'zingizni asrang va sog' salomat bo'ling.